Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana navbatdagi kapalak deb nomlangan darvozamizni o'z o'rniga qo'ydik. Bu darvozani manzillari voha Qashqadaryo viloyati Qamashiq tumaniga qo'ydik. Qamashiqda ham o'sha sentri, ha? Ha, sentri. Sentriga olib kelib qo'ydik. O'sha kecha Samarqandga bitta qo'ydik, aytib o'tganimizdek, Qashqadaryo, o'sha Kasbiga, Qamashiqqa, Muborakka darvozamiz bor deb. Mana xudo xolasa bu darvozamiz razmerlari, bunga ketgan materiallarni qisqacha qilib obzor qilib o'tamiz. Bu darvoza razmerlariga kelsak, eni 4 metr, bo'yi 3,5 metr bo'lgan. 2 qavatlisdan iborat, oldi 1.8, orqasi 1.3. Ütüp ütül qilingan. Umuman haligi shum haligi dovush yo'q. Darvozani fasoni chizma bo'yicha, loyiha bo'yicha chiqqan, tepa tomonidan ikkala yonda adnalichka bo'lgan. Bu adnalichkaning razmerlari 15 sm, bu yonga bu gipga bo'lib bukilgan listi, 15 sm bu tomoniga bukilgan. Tepa tomoni 30 sm gipga qilib turib bukib berilgan, adnalichka qilib turib. Nodirbek menga bagati chiroyli chiqsin dedilar, o'zlariga ma'qul keldi, shu nalichkani chizib berdik, kompyuter orqali qilib berdik. 1.2 palasadan B'ga qanotga qo'yilgan palasani singari qilib turib, bir dona palasa tushirib berdik. Oldinisi 1.8, o'sha haqiqiy kuydirilgan qalin 1.8 lis. Ranglari 3 xil rangda bo'lgan, och, to'q, yana ham to'qroq. Uchalasi o'sha birinchi Mirzot akamga qo'ygan fasonda chiqqan, xuddi o'sha 5 yulduzli mana do'ppilari, hamma yo'qlari joyida. Ruchkalari ham 1.8 qalinlikdan ishlov berilgan. Lakiga kelsak, laki matviy lakda bo'ldi. Gilansiz etmas, menga matviy qilib beravering, o'sha matviy chiroyli chiqar ekan dedilar. Ha, bo'pti dedim. Matviy qilib berdik. Zamohlari mana o'ziga yarashgan skromni qaytdik zamohlar. Darvozamizni ikkala katta qanoti ham, kichkina qanoti ham ko'cha tomonga ochiladi, chunki ichkariga ochilsa menga mishat qilmasin, tashqariga ochib bering dedilar, tashqariga ochib berdik. Kalitkaning razmeri 90 sm razmerda qo'yib berilgan. Xudo xolasa mana ochib ko'rsatamiz. Mana qanotlar o'ta chiroyli tekis o'rnagan. Ruchkalargacha qo'yib berdik. Ichkari tomonga tortilgan, boshqa qilgani. Orqa tomon mana tekis bir listda qoplangan. Endi hozir ozmos changi bor, artishga suhbat qilmadik. Ikkita hamma yo'qlarni mana yengil ochilib yopilishadi. Xudo xolasa. Sentr zamoga qo'lingizni qo'ysangiz o'zi yopilib ketadi. Mana ruchkalarni tortish uchun sentr zamok. Xo'p. Oldi tomondan hozir pachinlikli shanlarni qo'ysak o'tamiz. Tepa tomonlari mana yo'llari shiveler, 10ga 5 shiveler, bezular. Biror joyda bir haligi ulog'i yo'q, boshqasi yo'q, tekis. Tepa tomoni 10ga 5 profil, 2 stena. O'rtaga mana 10ga 5 profil qilingan. Buni stenasi ham qalin, 2 stenadan. 1,5 ga 1,5 qo'lni aylantirib chiqilgan. Darvozaga. Chiqar ekan aka. Zamonlarimiz mana ochilib yopilishadi, xudo xolasa. Nihoyatda yengil. Tepa tomoni mana arabcha yozuv, o'sha birinchi Minguloqqa qo'ygan arabcha yozuvda Nodirbek menga ham shu darvozani niyat qildim. O'sha darvozani o'zini yasang, tepasida arabcha yozuvsi ham bo'lsin deb zakaz qildilar, arabcha yozuvni olib kelib tepa tomoniga qo'yib berdik. Tepa tomonda 50 sm-lik nimasi bor, tahiyasi bor. 1,5 2 palasadan 3 ta tortib chiqilgan. O'sha Minguloqqa qo'ygan darvoza hamma yo'g'i chizma bo'yicha keldi. Faqat qanotlar tashqariga ochiladi. Xudo xolasa mana ko'rishlaring mumkin, juda chiroyli darvoza. Nihoyatda chiroyli. Gap yo'q. Mana shanirlari ham o'sha baquvvat 38 da shanirdan planka bilan qo'yib chiqilgan mana. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, mana hozir xonadon egalari o'zlari mana qay holatda darvoza kelgani, qanaqa zakaz berganlar, mana Lazbek akadan qabul qilib, mana topshirib olamiz. Lazbek aka, keling aka. Assalomu alaykum. Va alaykum. Sizsiz charchamasdan, mazangiz yaxshimi? Charchamasdan. Darvozalar qullab bo'lsin. Yaxshi yo'llarga ochib yoping. Shunday bo'lsin. To'ylar qiling, hojlarga boring, xudo xolasa, to'ylarda mana xudo xolasa bu to'y qilish niyat bor ekan. To'yga aytsangiz kelamiz aka. Endi bir tomoshabinlarga bir o'zingiz fikringizni bildirib olsangiz. Bizniki Namangan viloyati 3 tumani, sizniki Qashqadaryo viloyati Qamashiq tumaniga qaraysiz. Qamash sentridagi hokimiyat hech qancha emas aka-na. Uyingiz endi o'shanga bir tomoshabinlarimizga o'zingiz fikringizni aytib o'tsangiz. Nima deymiz?
Yo'qlar. Bahroq aka. Oldi. Men o'ylagandan ham chiroyli chiqdi. Aha. Juda yoqdi. Yo'qlar. Nima yo'q, kamchiligi yo'q. Hammasi yaxshi. Men ko'rganimdan rasmdagidan ham chiroyli chiqdi. Rahmat sizlarga. Ko'nglingizga ma'qul keldi. Ha, ko'nglimga ma'qul keldi. Rahmat, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Siz bilan oramiz pashti 700 kilometr oshiqroq ekanda. Akasi 800 ga yaqin ekan. Namangandan shu 3 tumandan. Ikkilamadingizmi bizga zakaz qilishga? Yo'q. Bu bola oldi edi, mana haqiqatni gapiring masalan. Siz aytdingiz 2 million zalog ber dedingiz. Men sizlarga isham 9 million zalog berdim. Bu darvozani birinchi nomerimizni YouTube orqali olgan. YouTube orqali oldim. Bu darvozaning nomeri. Qayda ustalar ham ko'rsatib ko'ribsiz-da? Ustalarga olib bordim. YouTube'da shu ko'rgandan keyin mana shu darvozani qilasizlarmi, yo'qmi? Yo'q, ishon bor. Bu darvozangizni bizlar qilolmaymiz. Shaqa vodiyga aytgan bo'lsangiz, vodiyda yozavering. Keyin sizga chiqib, siz bilan aloqa qilib, shuni tavsiya qilib, O'zingizga ishonch komil qilib, keyin telefon qildingiz. Axir oldash boshqasi yo'q, haqiqat ekan. Haqiqat. 25 kun dedik, 30 kunda keldim mana. 5-4 kun nari ber, o'zimiz hammaga aytib o'tamiz, masalan, klientlarimizga. Misol 20 kun bo'lmasa ham 30 kunda oxirgi muddatda olib kelib o'rnatamiz dedik, mana olib kelib qo'ydik. Ko'yningiz to'l darvozadan, ha? Hamma yo'g'i joyida, rangilari, raklari, fasonlari. Aytganimdek rang. Shu YouTube'da ko'rganimdek. Mana shumka bo'lgan. Shumka bor. Yo'q. Hali dovush chiqarish boshqasi yo'q, ha? Eshik yopilish, ochilishi ham yaxshi. Obunachilarimiz mana o'zlarining Lazbek akamni mana Qashqadaryo viloyati Qamashiq tumaniga qarashli inson, Qashqadaryoda fuqarosi, mana qarshiliklar bo'lsa, bemalol, bexijolat O'zbekistonning har bitta hududi, vohami, Toshkentmi, vodiymi, ishonch komil qilinglar, telefon qilinglar. Agar yaqin masofada bo'lsalaring, lokatsiyalarni shuni tashlab beramiz, kelib bexijolat darvozani ko'rib, o'zlaring akam bilan gaplashib, qanaqa holatda kelgan nima bo'lsa, gaplashib ketaverasizlar. Darvozamiz yoqqan bo'lsa, videomiz yoqqan bo'lsa, bir donadan layklaying deb ayamaslik degan umiddamiz. Agar darvozani fasoni yoqqan bo'lsa, shu fasondan, agar boshqa fason yoqib qolsa, har qanday fasonni chizma bo'yicha, loyiha bo'yicha bir xil qilib chiqarib berishga xudo xolasa harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Aka, rizzo bo'ling, ha? Yoshlarga ochib yo'q. Shunday bo'lsin. Xo'p,